Matiz proyekti nima bo'ldi deb kommentariya yozayotgan insonlar uchun. Matizning kraska qismi 100% tayyor bo'ldi. Sizlarga avvalgi videomda 10.000 like yig'sa, ranglarini ko'rsataman degandim. Hozir qaranglar, 13.500 like yig'ib qo'yibdi. Videoni ko'rishdan oldin bitta like bosib qo'ying. Mana shu videodan bugun bitta g'olibni aniqlaymiz. Qaranglar, bizda 5 ta g'olib bo'ladi. Har bir videodan bittadan g'olibni aniqlab, 5 ta insonni mana shu yerga olib kelamanda, offline tarzda g'olibni aniqlaymiz va qolgan insonlarga ham sovg'alarimiz bor. Akalar Matizning kuzov qismiga boshqacha mehr berdi. Bitta like bosib qo'yib, rangini ko'rsataman. Matizimizga qariyb 5,5-6 ming dollar pul ajratilyapti tuning uchun. Bu pul homiylar tomonidan ajratilgan. Mashinani yutib olish uchun men petitsiya tashlagan 15 ta homiy bor. Shularga obuna bo'lib qo'yasizlar. Birinchi g'olibimiz mana shu video kommentariyasida aniqlanadi. Videoga eng yaqin do'stlaringizni atmetga qiling. Xudo xohlasa 5-noyabr kuni prямой efirda mana shu mashinani birinchi g'olibini aniqlaymiz.